Assalomu alaykum. Mani YouTube'dagi muxlisalarim. Mani ko'rayotgan muxlisalarim, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Tan joninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin ilohim. Men bugun gapiradigan gapim har bir narsani Alloh rizoligi uchun qilinglar degan temada gapirmoqchiman. Har narsani Alloh rizoligi uchun qilsa, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bu nima degan gapim? Masalan, uylaringizni, xonalaringizni tozalab olsa, uylaringizni tozalab olsa, mayli. Keliningiz uyga ketgan bo'lsin. Orqasidan mana idishlarni, mamtlarni yaxshi yuvmagan ekan, yoki mana qozonlarning ahvolini qaranglar deb yomonlamasdan, men chiroyli qilib yuvib qo'yib qoling, Xudo xolasa. Alloh meni ham qalbimni shunaqa toza qilib qo'ygan Allohim. Bir vannalarni, unitazlarni hamma yoqni tozalayotganimizda Alloh chiroyli qilib tozaladim. Allohim mendan rozi bo'lgin. Shu meni ham vazifam qilish, yo kelinni ham vazifasi, bir uydagi nevaralarni ham vazifasi. Endi men tozalab qo'ydim. Meni qalbimni shunaqa chiroyli qilib qo'y Allohim. Shu tozalaganimdek oppoq qilib, yumshoq qilib, chiroyli qilib qo'y, toza qilib qo'y Allohim deb har bir ishingizni, har bir harakatingizni Alloh rizoligi uchun qilsangiz, Alloh sizni shunaqa chiroyli go'zal qilib qo'yadi. Ishlaringizni baraka beradi uyga. Faqat duoda bo'linglar deymanda. Keyin bir anaqani gapirmoqchimanda. Turmushi bo'lmagan qizlar uyga kelgandan keyin shu kelini bo'ladi, mayli, yo kenisi bo'ladi, shularga oldida mayli turmushi bo'lmagan qizlarning hurmatini qilib, shu meni qaynagachim, erim opasi, shuni turmushi bo'lmadi, mayli, shu bilan yaxshi gaplashib turing, yaxshi gaplashing deb uyga kelinlar ham aytish kerak. Keyin shu turmushi bo'lmagan qizlar ham shu uydagi kelinlarga, kenisiga yaxshi gapirish kerak. Xudo xolasa sabr qilsam yaxshi joydan chiqadi menga. Bolasi yo'q bo'lsa agar, yo bolasi bo'lsa, Xudo xolasa Alloh yolg'izli Allohga. Lekin meni ham endi Xudo xolasa Alloh sinovga uchiradim. Turmushim bo'lmadi. Endi yaxshi joydan ato qilar Xudo xolasa, shunga sabr qilib o'tiribman deb shu uydagi kelinlarga munosabatini yaxshi qilish kerak. Kenisi bormi, ukasini xotini bormi, chiroyli yaxshi muomalada bo'lish kerak. Masalan, ko'p bir xil oilalarda ko'ramanda, eshitaman-da, shu qaynagachisi ko'p anaqalarni o'rgatyapti, yo mana bunaqa qilgin deb kun bermayapti deb roliklar o'ynab chiqyapsizlar, yo bir nimalar qilyapsizlar-ku. Shunda shu qaynagachisi yo o'sha kelin turmushi bo'lmagan qiz nimaga o'sha yerda o'zi chiroyli turmush olib bora olmadi? Agar zo'r bo'lsang o'sha yerda yashab ketmasmiding? O'sha yerda yaxshi hayotingni olib bormasmiding? Nega kelib anaqa qilasan desangizda o'shanga. Endi Xudo xolasa Allohning ishi bu turmushi bo'lmaslik, anaqali sabrsizlikdan. Endi peshonasiga yozilgani deymiz-ku, lekin yoshlar ko'plari sabrsizlik qiladi. Sabrsizlik qiladi, o'tib ketadi bu dunyo birpasda. Bitta bir oilada bir turmushi uzoq yil yashagan choli kampirlarni, er-xotinlarni eshitsak, shular sabr qilganidan, bir chiroyli turmush qurganidan, ko'p yil turmush qilib bola chaqali bo'ldi, mana shu navara avarali bo'ldi deyishadi o'shalarni. O'shalar sabr qilgandan shu darajaga yetadi. Endi bizlar onalarimiz yetardi-da, bitta bilan o'tgan, ikkinchi turmush ko'rpani yamog'i deyishardi.
birinchi turmushingiz ko'rpangizni yopsangiz ham ustingizni yopib turar ekanda, ikkinchi turmush qilsangiz baribir o'sha bolangiz bilan o'sha yerga boradi, bolasi bilan. Yo yana peshana bir xil deydi-ku, shunaqa ishlar bo'ladi, o'shancha bitta turmush bilan o'tgin deyishardi. Qo'shganing bilan qo'sha qaragin deyishardi bizani onalarimizda. Qo'shganing bilan qo'sha qaragin degan mazmunini endi tushunyapmiz-da. Shu ko'pchilik yoshlar ajrashadi yoshligida, onalar ham tezlik qiladi, ajrashtirib oladi. Shularni oddiy arzimagan narsalarga deb turmushi buziladi. Shular keyin pushaymon yeydi. Endi aytmoqchimanki, har bir narsani Allohning rizoligi uchun qilsangiz, hattoki mana biza kirayotganimizda kirayotsak ham, ovqat qilsak ham, mana shu yangi uchastkaga kelganlarimizda-chi, gaz, svet, suv bo'lmagan. Qarang. Uchta udobstvo ham yo'q. Suvni uzoqdan olib kelardik. Uchastka quryapmiz, olib kelib qo'ygan narsalarimizni odamlar olib ketib qolardi, o'g'irlab ketardi taxta-paxtalarni. O'sha yoqqa chiqib o'tiringlar deyishardi. Qaynanalarimiz keldik, qiyinchiliklarni boshiga keldik. Keyin sabr qilsak, mana chiroyli hozir uylarda o'tirimiz, chiroyli qilib o'tirimiz. Shular nimadan bo'ldi? Sabrdan bo'ldi. Shu xo'jayinimizdan kirlarini yuvib qo'ysak, o'sha isitib, pechkalarni ustida cho'g'imda isitib, bolalarimizning kiyimlarini yuvib, dazmollab, har bitta stolni ustiga kiydirib, oq ko'ylaklarni olib qo'yib, chiroyli qilib bolalarimizni maktabga jo'natardik-da. Shunichi o'shanda bizning ota-onalarimiz qilaver. Har bitta ish qilsang Allohning rizoligi uchun qilgin. Alloh rozi bo'lsin mendan shu mehnatlarimga. Hali men yuzaga chiqaman. Yuzaga chiqasanlar qizim, hali Xudo xolasa sabr qilsalar, qiyinchilikning orqasidan rohat bo'ladi dirdilar-da. Mana Xudo xolasa rohatda o'tiribmiz, Xudo xolasa. Men qatori ayollar ham ko'plari rohatda o'tiribdi, kelinlari ularni hurmat qiladi, izzat qiladi. Men yoshlarga aytayotganimcha, ajrimlar ko'p bo'lyapti-da, shular sabrsizlikdan bo'ladi-da. Ozgina arzimagan narsalar deb hayoti buzilib ketadi. Keyin ular kelajakda afsuslanadi. Mana shunda sabr qilib o'tirsam yaxshi bo'lardi debdi. O'shaning uchun azizlarim, mehribonlarim, O'zbekiston xalqi, ayollar, sabr qilinglar. Bir chiroyli hayot kechiringlar. Allohning rizoligi uchun qilinglar hamma ishinglarni. Uylarni sipirib qo'ysanglar ham, bir idish tovog'inglarni yo xaladinglarni ichlarini tozalab qilsanglar ham, Alloh rozi bo'lgin mendan, mana shu mehnatlarimga rozi bo'lgin. Shu kelinim kuchi yetmayotgandir, shunga bolasi bor. Yo mana anaqa ishdan keladi, bolam ishdan keladi, qarashvoring. Yo anaqa qiling, bir Allohning rizoligida chiroyli, Allohning rizoligida ishlarni qilsanglar, hayotinglar shunaqa chiroyli bo'ladi, shunaqa chiroyli bo'ladi. Endi biza birinchi bo'lib Allohning rizoligini olish uchunchi, Alloh rozi bo'lish uchun biza namozimizdan 5 vaqt namozimizni o'qisak, Qur'onni o'qisak, shunaqa yaxshi ayol bo'lamiz. Sabr qilsak, oilada baraka beradi Alloh, baraka beradi. Oilamiz shunaqa chiroyli bo'ladi. Bolalarni duo qilaylik, faqat duo qilib o'tiraylik, Xudo xolasa. Mana shu bugungi chiqishim har bir narsa ishinglarni, mehnatinglarni yo birovga bir tog'oralar qilib bordingizmi, menga shu tog'ora qilib ketyapman to'yiga, yo bir narsasiga yordam beryapman, qaytsin mendan. Qaytarib qilar, yana yaxshisini qilib kelar ertaga meni yig'inlarimda demang. Alloh roziligi uchun qiling, rizolik uchun. Misol uchun o'sha qaytara olmasa-chi, sizga Alloh qaytarib beradi, siz birovga qilsangiz, yaxshilik qilsangiz, qaytarib beradi, qo'sha beradi. Shuni Alloh uchun qiling. Qaytarib bermasin. Shuni bolasini to'yi ekan, shu o'g'lini uylantirayotgan ekan, shu ana qilayotgan ekan, shu to'yini Alloh uchun, Allohning rizoligi uchun deng. Sizga Alloh boshqa yordam beradi, g'oyibidan beradi. Shunga yordam berayotganingiz. Har bitta bolangizga qilasizmi, bolangiz chiqib ketgan
o'g'lingizga